uylarni ham sotuvga qo'yishmoqchi. Mana faqat men shu harakat qilib yordam beraylik, shu uyni sotishga yo'l qo'ymaylik. Do'stlar, uyni ham sotishga to'g'ri kelyapti ekan. Shuni iloji boricha yaxshilab поддержка qilaylik. Ehsonimizni inshaalloh mana shu bir kun, 2 kun ichida cho'tka qilib yig'aylik. Bitta yoqadan bosh chiqarib, uylarni sotishmasin. Shunga harakat qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Voy. Qani olam, yaxshimi? Qalis. Qani? Voy, boshlanadi. Mana. Ismi nima buni? Zubayrjon. Mana. 8 oylik bo'lishdi. Opa, qanaqa tashxis qo'ydi doktorlar? DSP tashxisini qo'yishdi. Shu davolanmasa falaj bo'lib qolishi mumkin edi. Falaj? Oyoq Xudo xohlasa mana saxovatpesha insonlarimiz ko'p. Inshaalloh Xudo xohlasa davolatamiz opa. Xudo xohlasa Zubayram chiroyli bo'lib hamma bolalar qatori yaxshi yuradigan, yugurib yuradigan holatda keladi. Xudo xohlasa unisini ham oxirigacha videolarini yaxshi o'ynaganlarni qo'yamiz. Xudo xohlasa. Qayerga olib borib davolatish kerak ekan? Toshkentga bordik. Shu o'zimdan doktordan top degan neyropatologga. Shu tashxisni qo'yib berdi bordik. Shuni ham davolab, bor 10 kun lecheniasini qilsa qilamiz. Endi har 3 oyda o'zimni ko'rgimda bo'lasizlar. Xudo xohlasa mana mahalladan ham yaxshi yordam qilamiz deb pul ajratilgan, lekin mana shu sug'urtasi bor, poliklinika sug'urtasi bor, больница bo'lish kerak ekan. Shuni hisobiga u pullarni перечисление qilib o'tkazib bo'lmayapti. Farg'onada o'sha harakat qilib ko'rildi, может biz topolmadikmi? Farg'onada ham sug'urtasi bor, shu poliklinikani topolmadik. Mana shu Qo'qonda bitta bor ekan, u boshqa klinika ekanda, bu shunaqa bo'ldimi? Boshqa klinika bo'ldi, to'g'rimi? Bu kasalni davolaydigan emas, boshqa kasallar bilan shug'ullanadigan o'shaning sug'urtasi bor ekan. Xudo xohlasa bir o'shanaqangi Toshkentga olib boringlar deyapti hozir, Toshkentga. Xudo xohlasa javnaqa uzoqqa emas, mana shu o'zimizni Toshkentdan, poytaxtdan davolanib qaytishadi inshaalloh. Toshkentga boramiz, xudo xohlasa Zubayr. Toshkentga borib chiroyli holatda bo'lib davolanib. Hozir 8 oylik bo'ldi, shu 3 oylik holatda berishyapti ekan rivojlanish bo'yicha. Shuni vaqtida iloji boricha tezroq harakat qilib, akalar, ukalar chiroyli qilib qo'shmayapti, vazn tashlayapti-da. Orqaga qarab vazn tushyapti. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi, saxovatpesha odamlarimiz ko'p. Inshaalloh Zubayrjonni davolaymiz. Ana qo'llari ko'tarilyapti o'zi, xudo xohlasa.